Bilasizmi, siz so'z yodlaysiz, juda ham ko'p so'zlar yodlaysiz. Lekin ularni aksariyati esingizda yo'q bugungi kunda. Ularni siz yozib borgansiz, ko'p soatlar sarflagansiz va ularning natijasi deyarli nol. Bularning bir sababi bor. Bu sababi unaqa qiyin ham emas. Bu sabab assotsiatsiya yo'qligida. Ya'ni, qarang, assotsiatsiya degani bir narsani birovga bog'lash desak bo'ladi. Ikkita misol beraman. Birinchi misol, albatta misol uslub haqida. Birinchi misol beradigan bo'lsam, Alex so'z yodlaydi. So'z yodlaydi-da, u so'z yodlaganda conquer degan so'z bor bizda. Misol uchun conquer degan so'zni oladigan bo'lsak, Alex u so'zni yozib oladi va uni misol uchun yozib olib definition yoki translationni yozadi va uni yodlaydi. Va miyasida u qanaqa saqlanib qoladi degan savol. Miyasida u conquer degan so'z kelganda yozib olgani esga tushadi. Agar esga tushsa albatta. Va bu katta ehtimol albatta esda qolmaydi vaqt o'tib. Lekin Abdurahmon nima qiladi? Abdurahmon yozib oladi va yozib olganda unga assotsiatsiya quradi. Albatta assotsiatsiyani ham to'g'ri yo'lda qo'llash juda ham muhim. Uni oshirib yuborish mumkin va keraksiz ko'p e'tibor va energiya bitta dona so'zga sarflab olish xavfi ham bor. Lekin uni to'g'ri qo'llagan holda Abdurahmon nima qilyapti? Abdurahmon conquer so'zini misolini real life application ko'ryapti. Tarixdan olyapti Abdurahmon misol uchun. Amir Temur deyapti. Amir Temur had conquered Georgia deyapti. Chunki Amir Temur hammamizga tanish va Georgiani conquer qilgan. Conquer nima bo'lishi mumkin? Guess qilsa ham bo'ladi bu yerda. Albatta bosib olish yoki fath qilish desak bo'ladi. Va katta ehtimol qaranglar, qaysinisi esda qoladi? Qaysi variant? Prosta yozib ketishlikmi va uni 50 marta, 70 marta qaytarishlikmi so'z bilan translationni yoki o'ziga tanitib real life application bilan bu so'zni o'zi yodlab ketishmi? Albatta ikkinchisi deb hisoblayman. Shu bilan biz tushunib yetdikki, so'zni to'g'ri yodlash usullarini bilish albatta juda ham katta rolga ega. Va inson so'zlarni yodlashda noto'g'ri uslublar bilan foydalanganda juda ham ko'p qimmatbaho vaqtini va energiyasini effektiv bo'lmagan tarzda ishlatib qolishi xavfi bor.